taxtga o'ltirdigan kuni Hindiston podshohligining eng kuchli qo'shinlari hayvat bilan paraddan o'tadi. Axi Xumi, Yaxubin, o'ng tarafdagilar, so'ng tarafdagilar. Boshlab ketdik. Tan 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 tan. Axi Xumi, Yaxu Xami, Yaxu. Axi Xumi, Yaxubin. Axi Xumi, Yaxubin. Axi Xumi, Yaxubin. Bu paraddan o'tish qoltis bo'ldiki, Hindiston tarixidagi eng yaxshi paraddan o'tish mushuning bilan oxirlashdimi deyman. Baladiva taxtga o'ltirgani bilan xalq yanada Bahubalini qattiq qo'llaydi. Bütün xalq Bahubalining ismini chaqirib turib maydonni ko'taribdi. Bahu, Yangzang Bahu. O Bahu Yangzang ba. Ya qistashmoqda, ya qistashmoq. Ya oyog'imda solding. Ya Bahubali. Yerjahon Bahubalining ismi bilan qattiq titrab ketdi. Baladiva bo'lsa taxtning ustida po'xigandek o'tiradi. Bahubalimu oxir murodiga yetib Sharvanixon bilan to'y qildi va Hindistonda bir nupusning ko'payishiga to'xtab qo'shdi. Sharvanixonning qo'saq ko'targanini anglab, har qaysi o'rda a'zolari uni yo'qlab keladi. Podshoh Baladiva fursatni g'animat bilib Bahubalini xotiniga uzoqroq hamroh bo'lib bersin, omildor ayollarni qarib besib qolsa bo'lmaydi, sanmi talotni lag'aylab yurmay ko'proq xotiningga hamroh bo'l deb Bahubalining o'rniga patiqinda o'lib ketadigan Sitopatini sang'ulliq o'rniga tayinlaydi. Bu ishlarning aniqli Bahubalini ko'zdan yo'qotish uchun ilib berilayotgan suiqasd ekanligini his qilgan Sharvanixon odam bor yo'q demay vatildashga boshlaydi. Qanapa, erim siz nim desangiz hadabsiz yamay o'tib qo'ygan o'xshaydi, ha? Ko'z oldingizda Bahubalini mushundaq mot qilsa, g'ing-ping qilmadingizku. Ko'z degan kamaknasi ko'rmisi bekonasi deb xandonlikning song'uni burun bir qovul shirti, hamda odam chiqmaganda qasmoq kir bo'ldimi? Ay xotin, bir qiz gapdan qolsangchi. Nimani qalaman, nimani? Ma uyda sizli bo'zakma, erkak bo'lsangiz xandonlik podshoh bo'ling. Ondan men rozi bo'laman. Bichora Bahubali opsi bilan xotinning orasida tanqisliq qoladi. Hey, buni bundaq qiynig'icha ikkinglar tangni daryoga sakrab olsanglar bo'lmamdi. Necha kundan keyin butxona tavob qilish faoliyati ilib berildi. Sitopati butxonaga kirgan qizlarni bir-birlab silab-siypab tekshiryotdi. Sharvanixon bu numus qarab o'ltirmay xanjarni sug'urib Sitopatini davlat e'tirof qilgan birinchi darajalik meyib qilib qo'ydi. Bu sababli Sharvanixon podshoh tarafidan sudga tortildi. Alilri, sizning bu tayinlagan song'uningiz qarsam o'tgan kechgan cho'kallarga tirnag'ini bek patirib ketdi. Qo'ypasam ma'am patirib etadigan chiray. Shuni tirnag'ini olib qo'ydim. Quruq gap. Neydi tirnag'imni oladi? Barmog'imni uzib etdi. Sal cho'nqirib yutib qolibdi, Sitopati apandim. Dal bu paytda Bahubali shamolga dasab, mazmut qadamlari bilan xuddi Victoria Secret mongandek ishonch bilan keladi. Hamda xotindan bo'lgan ahvollarni anglab qattiq g'azablanadi. Ay xotin, bundaq ahvol ostida tirnag'ini kesmaysan, chechini kessan, deydi-da. Qo'lidagi shamshirini bir o'ynatib, Sitopatining bo'y egizligini 1.80 dan 1.50 tushirib qo'ydi. Podshoh Baladiva bo'lsa, Bahubalining tijorat kinishkisi bijirmay turib, o'z oldiga qassoblik qilganligiga qattiq ranjib ketdi. Xon valida Bahubalining o'ziga yuz bermaganligidan qattiq ranjiydi. Chiqqin odamni ko'zga olmayvatamsa, sen go birnim bo'lsa, xotiningnikini rastlaydigan bo'lsa, urf odat qoida usullarni unutib ketdingmi? Hey jinim mana, sizning menga o'rgatgan narsalaringizning hech qaysini unutib qolganim yo'q. Siz menga odillikni, samimiylikni ham vafodorlikni o'rgatdingiz. Amdilikda siz meni o'rgatganlaringizga qarshi ish qilmoqchi bo'lyapsiz. Bugun men xotinim tarafda emas, balki odillik tarafda turdim. Buni tushunishingizni umid qilaman. Xon valida Bahubali va Sharvanixonni o'rnidan qo'g'lab chiqardi. Xalqlar puhroga aylangan Bahubali va ayolni qizg'in qarshi oldi. Valde yig'lashmanglar. Puhra bo'p ketdingiz-da, chiqib ketdingiz. Chiqib ketdi degan gap, molla qatti degan gap. Puhroga aylangan Bahubali o'zining mo'l tajribasi va kasbiy bilimlariga tayinib, xalqning o'tida kuyib, suyida eqib, cho'nqur singib, xalq orasida texmi ko'p hurmatga sazovor bo'ladi. Bu ishlarni ko'rib o'zining taxtining tavrab qilishidan ansirgan Baladiva Bahubalini ko'zdan tamoman yo'qotish uchun bir suiqasd planlaydi. Bir kuni Sharvanixonning navroqisi Jasorat Jaladivaning podshoh Baladivaga Bahubalining jiniga qasd qilmasligi to'g'riliq yolvorayotganligini ko'rib qoladi. Hamda ko'nglida bu qiyerning xili vijdoni bor ekan-ku,
deb birlikda bu qeyri bilan balo divoni ko'zdan yo'qitib, Bahubalini qaytadan taxtga chiqarishni planlaydi. Amaliyotda bularning hammasi bir qiltoq edi. Balo divoning maqsadi bo'lsa, jasoratning qo'lidagi Bahubali bergan shu qalamtirash orqali o'zini yordar qilib, Bahubalining o'zini qasdiganligi to'g'riliq yolg'on paket o'ydirib, uni taltukuz ko'zdan yo'qitish edi. Tova, ko'rdingizmi? Bola baxtimiki desak, eshak beqibsiz ana. Ma o'yini qilayotganligini ko'rdingizmi? Ma o'z bolangizning yuzini ko'rdingizmi urvatganni? Yaman nachar nima kevo? Jalodivoning yolg'on yo'qdiq gaplariga ishinib ketgan bu sodda Poliko'zxon qattiq ranjib ketdi. Tova. Hey, küçüküm deb qo'ysam yomon edi deyishib ketdi bu bola. Bugun aksiga qas qilsa, opsiga qas qilishdan yanmaydi. Xotinning kayniga kirib, aqli bulg'unibdi buning. Amdilikda amal qolmadi. Undaq o'g'il bo'lgandan bo'lmaganli yaxshi. Kataba, Löbey, Hindiston nüfusini azaytishga to'kib qo'shgan bormi? Har vaqt farmon berdirman. Amsi berib Bahubalini o'ldirib et. Kataba bu ishga qat'iy qarshi turdi. Lekin xon valididan mushu vazifani tugatsa haqiqiy jingshigun bo'la oladiganligini anglagan Kataba amalsizlikdan ma'qul keladi. Balo divoning buyrug'i bilan Kataba yolg'onlardan tutqun bo'lgan bo'lib, Bahubalidan yordam so'raydi. Qahramon Bahubali Katabaning tutqun bo'lganligini anglab, shamshirni bilib, bo'stirma ichiga kirdi. Katabani qutqizib chiqqan Bahubali dushmanlar bilan qattiq jang qiladi. Jang qilish jarayonida Bahubalining dumbisi qichishib ketib, Kataba dumbamni qoshlab eti deb shamshirni tashlaydi. Buning bir yaxshi fursat ekanligini bilgan Kataba qoshlash degan mana mondoq bo'ladi deb Bahubalining ichitishini biroqla qoshlab o'tdi. Nima qiliq bu? Kechirsizlar shahzoda. Bu onangizning buyrug'i. Bu vazifani tamomlasam, men o'ngishli janjang bo'laman. Bo'pti tog'a, buni tushunaman. Hozir xizmat depish oson emas. O'lib ketadigan jahonga bumi yaxshi bo'ldi. Meni eng oxir bir parcha rasmga tortib qo'ysang bo'lamdi. Bahubali Hindistondagi 3-nomerlik toshga yo'linib, intayin shay bir harakatda o'ltirib, qattiq vaqiraydi. Mayyanni osh! Kishmish! Bu chaqda bola diva to'satdan paydo bo'ladi. Vay ötey adaş. Bahubalining o'lganligini ko'rgan Baladiva salbiy personajlarning isil fazilatini joriy qildirib, o'zining qilgan atganlarini birini qo'ymay so'zlashga boshlaydi. Hamda o'lab xizga aylanib ketgan Bahubalini kayni-kayndan natchini budav qilib dedi. Bu maydon jangdagi eng yaxshi MVP bo'lib baholangan Kataba podshoning gaplarini anglab qattiq cho'chib ketdi. Hamda validamning oldiga haqiqiy ahvolni aytgani keladi. Mana bu o'g'lingizning qini. Ha? Nima qiliq bu? Og'zingni yum satxotun. Desalar balangning sana bo'lgan muhabbatidan gumonlanib, o'pchirangdagi tayin yo'q to'xopoqqa siz xiyon yo'laning deb usul o'ynab, o'z balangni qarab turib o'lim girdog'iga qistab apading. Lekin sen bilamsa, sening o bechara balang toki o'lgicha seni yod etib keldi. Sening g'ururingni qo'g'dab keldi. Bularning hammasi sening ashu amroq balang Baladivaning hilisi. Oh my god. Bilmey deptimen diva çıraylık İken neslide bahu çıraylık Ayrılgan çağda Apla Kataba Yemini tezüyle Kataba Asli hamma o'yinni Baladiva bilan Jalodivaning bir qo'lliq qilolganligini bilgan Poliko'zxon kichik piyillik bilan o'z kelindan apo so'rab navirsini quchog'iga oladi. Hamda pastda g'ulu-g'ulu qilayotgan xalqning oldiga chiqadi. Bahubali o'ldi. Mana bu yangi taxt varisi Mahitra Bahubali. Bu chaqda intoyin haybat bir naqsh chiqadi. Gansa, Gansa Nikansa, Gansa, Gansa, Nikansa. Xalqlar o'zining yangi shoyini ko'rib, intoyin hayajonlanadi. Xotin kayniga qarab qo'y, o't ketdi. Yo, o'tni o'chiringlar, o't ketdi.